Teri qog'ozning 4-si. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Tangri koinotdagi jimi mavjudotni yaratgandan beri menga o'xshash odam chiqib baqqan emas. Mening mengam, yurakim, ko'zim, quduqim, qo'lim, chechim va lablarim boshqalarga o'xshamaydi. So'z harakati meningkiga butunlay o'xshaydigan odam ilgari bo'lib boqmagan. Hozirmi yo'q, kelgusidimi bo'lmaydi. Kishilar bir-biriga qarindosh bo'lsa-mu, o'z oldiga mijoz xarakteri bo'ladi. Men dunyoda hech kimga o'xshamaydigan yaratılmış. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Men hayvonlarga o'xshash oson qanoatlanmayman. Yurakimda avloddan avlodga davomlashib kelayotgan mash'al kuymoqda. U meni o'zimdan o'tib ketishga rag'batlantirdi. Men bu mash'alni texmi yalqulataman. O'zimning hammadan ustun turadiganligimni dunyoga jakarlayman. Mening pochirkam, markamni, natijamni tunishtirib, mal setish iqtidorini hech kim do'riyamaydi. Bugundan boshlab men o'zimning alohidligimni to'liq namoyon qilaman. Chunki bu mening muvaffaqiyat qozonishimdagi cho'ng mablag'. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Men boshqalarni o'rinsiz do'raydigan ishni amdi qilmayman. Balki o'zimning alohidligimni to'liq namoyon qilaman. Namoyon qilish bilan qolmay, uni boshqalarga tunishtiraman. Men alohidligimni joriy qildirishni o'rganaman. O'zimning boshqalarga o'xshamaydigan taraflarini gavdalantiraman. Boshqalardan farqlanmaydigan odam bo'lib qilishdan saqlanaman. Mal sotquchi bilan mal mustaqil holatda bo'ladi. Men buningdan faxrlanman. Men birdan-bir mo'jiza. Mal kamchiligi bilan adi. Men mustaqil holatda yashayman. Buning bilan qimmatim hasilab oshadi. Men necha million yillik o'zgarishlarni beshimdan o'tkazib, oxir muqimlashgan mahsulot. Mening va badanim ilgirki har qanday podshoh va aqldorlarning besmish. Lekin mahoratim, mening yurakim, badanim joyida ishlatilmasa, vaqtning o'tishi bilan qolishadi. Chiriydi, hatto o'ladi. Mening yoshirin kuchim cheksiz. Zehnim, iqtidorimni ozroqda ishga solsam, ilgirki har qanday muvaffaqiyatdan zo'r muvaffaqiyat qozona olaman. Bugundan boshlab men yoshirin kuchimni ochaman. Men tunugunki natijam uchun mazza qilib o'ltirmayman. Tutamga chiqmaydigan natijalar uchun ko'ranglab yurmayman. Qiladiganlarim qilganlarimdan yaxshi bo'ladi. Mening dunyoga oprida bo'lishim eng oxirgi mo'jiza emas. Men nima uchun yana mo'jiza yarata olmayman? Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Men bu dunyoga bundaqlik kelib qolgan emas. Arzimas narsalar bilan emas, igiz tog'lar bilan baslash kerak. Bugundan boshlab men bütün kuchim bilan tirishib, tog'larning shoyi bo'laman. Yoshirin iqtidorimni eng yuqori chekda joriy qildim. Men oldinqilarning tajribalarini o'qidim. O'zimni va qo'limdagi molni tushundim. Shundala mollarimni aslab yaxshi saqladim. Men gap so'zni joyida ishiltib, tunishtirib mol setishga qo'llanadigan gap so'zlar ustida izlayman. Chunki bu ishlarimda muvaffaqiyat qozonishning ortiqcha. Bir narsani esimda chin saqlayman. Muvaffaqiyat qozongan savdogarlarning amaliyotda bir yurish qiladi. Bu ularning ishlarini hamma yerda o'ng qilib turadi. Men bu o'zimning taqdirga va salohiyatimni uzluksiz o'zgartirib turaman. Chunki bu boshqalarni jalb qiladigan go'zal axloq. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Men ko'z oldimdagi xirisqa bütün zehn quvvatim bilan taqobil turaman. Boshqa hamma narsani unutaman. Uy ishlariga ko'nglimni bo'lmayman. Savdo ustida turganda oilamni o'ylamayman. Bo'lmasa fikrim qolayib ketadi. Yana bir tarafdan oilamdagilar bilan birga turganda xizmatni kollamdan chiqaraman. Bo'lmasa oilaga ko'ngilsizlik soya tashlab qoladi. Savdo bozorda oilaga mansub ol qanday yer bo'lmaydi. O'xshashlar oiladami savdo qilchi o'rin bo'lmaydi. Bu ikkisining chegarasini aniq ayirib o'tish kerak. Bo'lmasa har ikkisidan natija ko'rgili bo'lmaydi. Bu nurg'un odamlar hal qila olmay kelayotgan masala. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Mening ikki ko'zim ro'shan, kuzatadi. Mening mengam sir, fikr yurgizadi. Men hozir inson hayotidagi ulug' sirning tagiga yetib bo'ldim. Mundaq qarasam, barliq masala mayuslanish, qayg'urish deganlarning hammasi niqobni olgan fursat ilohdir. Men endi ularning sirtqi qiyofatiga qarab oldinib qolmayman. Men ko'zlarimni ochib,
ularning niqob ichidagi asli qiyofatini ko'rib oldim. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Jon-jonivor, o't cho'p, dal-daraxt, bo'ron yomg'ir, tog' tosh, daryo ko'llarning kelish manbasi menga o'xshamaydi. Men muhabbat ichida o'smayman. Zimmamdagi majburiyat uchun yashayman. Ilgari bu pokitda sal qolib ekan. Bugundan boshlab u mening mijoz xarakterimni shakllantirdi. Meni hayotlik yo'liga boshlaydi. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi. Tabiat dunyosi mag'lubiyatning nimaligini bilmaydi. Har qachon g'oliblar qiyofatida namoyon bo'ladi. Men shunday bo'laman. Chunki muvaffaqiyat bir qatim qo'lga kelsa, ikkinchi qatimni qo'lga keladi. Men muvaffaqiyat qozondim. Men ulug' mol sotquchi bo'la olmayman. Chunki men bu dunyoda tanlassiz. Men tabiat dunyosining eng ulug' mo'jizasi.